Xudoy taolo bizga mehribon bo'lsin demoqchi bizmi? Demoqchi biz. Yig'lab so'raymiz buni. Bo'lsin mehribon. U bizga bog'liq bu. Tutumimizga bog'liq. Bugun aldovlar ko'paygan, qalloblik, yolg'on, kazzob, firibgarlik ko'paygan davrda, ey Xudo rahim qilgin. Kecha internetda o'qib qoldim. Savdosida yolg'on gapiradi, suvda o'tirib ichadi deb yozib berdi. Qoyil qoldim. Suvda tika turib ichsa rosa borsa makruh. Beodoblik, Rasululloh o'tirib ichinglar degan. Suvda o'tirib ichar ekanlar, do'konda yolg'on gapirib savdo qilar ekanlar. Bu degan soqollari soqolni ham tarab berlamdek qilib. Yo'q hoji aka deydi, bo'lmaydi bu deydi. Ma'no insonning taqvodorligini belgisi emas. Bilib olinglar shu. Ma'no degani men o'zim jog'imdek soqolimni ko'rsatyapman. Liboyga chiqaman, erkakimiz chiqaveradi soqol. Qimorvozda ham bor bu. Nechta qimorvoz ko'rganman u. Soqoli bor edi. Chila kartani deydi, davay deydi, men nima qilay. Do'ppinimdek qilib tellab ketdim deydi. Ayni dosh deydi. Qimor o'ynab o'tirgan bola.